Әң nadir, әң yeni, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Nim bo'ldi? Buning ichida nima bor? Bu degan tam To'g'ri emas. to'g'ri emas. Bu degan mening tavalligimdiki-ya. Men bilmay qolamanmi? Siz zaten nimizda o'tisiz? İşi qandaq yer? Bilmayman. Bu qandaq yerdi? Bu yerda maxfiy ishxona borligini siz bilmamsiz? Bu yerning bezilishiga qaraganda xo'jayining ishxonasida qiladi. To'g'ri, xo'jayinning uyi ekan. Bu uning hujjatlari. Mundaq bo'lsin, siz hujjat jazosini aqtirib beqing. Men ustalni aqtirib baqay. Biror narsa bayqilib qolsa ajab emas. Bir narsani bayqadingizmi? Hammasi urush doklati bilan odatga hujjatlangan. Sizchi? Yo'q. Xo'jayinni obdan bilasiz. U bekmi ehtiyotchan. Meningcha, u muhim bo'lgan hujjatlarni hargiz bu yerga qo'ymaydi. Buni telegrammaga ishlatadigu deyman. Shundoq. U telegramma ishlatishni bilamdi. Uning o'zining ishlatib baqqanini ko'rib baqmadim. Har qatim telegramma avatganda radislar mashg'ulot olib boradi. Biroq bu tarafini yo'q degilim bo'lmaydi. Xo'jayin degan alohida xodim. Balkim ishlatilishi mumkin.
Bu nima? Bir 0-4-3-5-2. Bu nimani bildirdiganda? Bu nimani tushundiratdi? 6 xona songan qo'shiq. Bundaq oddiy emas. Xo'jayinni ikkimiz obdan tushunamiz. O'ylab beqing. U qimmatli vaqtini isrof qilib, mushundaq oddiy sans bir o'yinini o'ynami? Yana o'ylab ko'ring. Agar bu bir o'yin bo'lsa, o'ynab bo'lgandan keyin tashlabasi bo'ladi. Biroq nima uchun u uni jazdagi kitobning ichida saqlab qo'ydi? Deganlaringizmi o'rinliq? Biroq men bu son sifrlarning nima ma'no bildirganligini o'ylab topolmadim. 1-0-4-3-5-2. Bu son sifrni bir yerda anlaganda qilaman. Ha? Bo'ldi qiling, o'ylamayli, mangayli. Bir 0-4-3-5-2. Nima o'ylayapsiz? Menga desangiz bo'lamdi. Naushnikni qo'lingizga elib olib, xabarchi bo'lay deyotamsiz ya. Xabarchi. Kim bo'ldi? Rostla telegram apparat ekan o. Tushundim. O yeşil qap aslida telegraf apparatini qo'ydigan narsa ekanda. Nima yeshil qop? Ana shu joyda jami qancha telegraf apparati bor? Faqat 2 talba. Qanday tipliq? Amerikada yasalgan VX 881. Xili cho'ngmi? Cho'ng deb ketgili bo'lmaydi. Kichik desam, kichik emas. Mana bu shunchalik cho'nglikda. Nima bo'ldi? Siz? Bu yerda simsiz telegraf apparati bormi? Yo'q. Buni so'rab qoldingizmi? Bu naushnikning beshi qarab yaqin. Beshiga? Beshiga nima bo'pti? Naushnikning beshi bekmi kichik. Hargizmi cho'ng tipli telegraf apparatining emas. Men bayatdan chingtan qoldirib qo'ygan simsiz telegraf apparatini eslab qoldim. Uning qo'shib qo'ygan naushnikmi buning o'xshash. Shu sababdan jazmlashtiramanki, simsiz telegraf apparatining bu yerda yana birisi bor. Sizga bir ishlar bek oson ta'sir qilgan bo'lib qopti. Kichkina naushnik sizni hayron qoldiryapti. Sizga yana bir qitim deb qo'yay. Butun anshin joyda faqat 2 telegram apparati bor. Xo'jayin barliq aloqalish ishlarini mening telegram apparatimda olib bordi. Endi xotirjam bo'ldingizmi? To'g'ri emas. Agar siz aytgandek bu yerda ishlatib kelayotgan 881 tipli telegraf apparati bo'lsa, undaqda bu naushnik cho'qim boshqa bir telegraf apparatini. Akka, o'tinib qolay.
Mana men bu o'rinning xo'jayini. Agar boshqa telegramma apparati bo'lsa, men bilmay qilamanmi? Bu maxfiy o'rinimni siz bilmaydi ekansiz-ku. Balki men telegramma apparatining tipini xato bilib olgandiman. Yana kelib xo'jayinning ustilidan bir naushnikning chiqib qilishi normal ish-ku. Balkim buni o'zi epkagan bo'lishi mumkin. Yana balkim hay. Buning nima munosabati bor? Bir kichkina naushnik nimani tushuntirib beradi? Yo'q. Uning muhimligini sezib turibman. O intayin muhim. Yushan, men telegraf uyga boshlab bering. Ma'qul. Men bilaman. Ko'rdingizmi? Telegraf apparatining tipini xato demabsiz. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Men tushunamay qoldim. Siz bu naushnikdan foydalanib nima demoqchi? Bizning barliq telegramma apparatining to'lqin uzunligi bilan chastotasi muqim. Ajiba boshqa bir telegramma apparati bor desak, uning qarshi tarafda o'xshash to'lqin uzunligi bilan chastotasi bo'lish kerak-da. Hozir to'lqin uzunligi bilan chastotasi o'xshash bo'lmasa, bu aqlga sig'amdi. To'lqin uzunligi. Chastota. Ne bo'ldi? 10352. Bu nomerni nimada to'lishgan deyman dexe. Bu meni yuqori bilan aloqa qilishadigan maxfiy chastota nomerim tursa. Nima? Sizning yuqori bilan aloqa qilishadigan maxfiy chastota nomeringizni xo'jayin qanday biladi? Mayli. Nemizda o'tsiz? Rastullah, boshqa telegram apparati bor ekan-ku. Qandaqsiga xo'jayinni bizni aloqa qilish chastotimiz bor. U bu telegraf apparatida kim bilan aloqa qilishdi? Bu qandaq ish? Bu zoti qandaq ish? Xoin baka. Shundaq. Xoin baka. Bu telegraf apparatidan foydalanib, xo'jayin uning bilan aloqa qilishdi. Chataq. Yushan, bu yana sizga topshirdim. Ilohim, kechikib qolmasamli bo'ladi-ku. Yedirlima. Tamak çeksem bulamdı. Ko'proq ehtiyot qilmasangiz bo'lmaydi.
İyi başqaram başlag'ay. Noli, ahvol qandaqroq? Haydi tinch. Yana bir necha soatdan keyinlar Chongqingga yetib boramiz. Men boshqaram atrofga telegraf avatdim. Ular bir gazarma askarini ajratib postani saqlaydigan bo'ldi. Chongqingdagi jasuslarning tushugim kirib baxmagan bo'ldi. Ularning dafni kuni bo'ladigan bo'ldi. Bo'ron chapqun harakati g'alabalik oyoqlashib, xo'jayin qo'lga tushdi. Mana bu bizning birinchi qadamimiz. Meningcha kelar qadamni bosmoq texmi qiyin. Bu qatam biz cho'qim dushmanni taltuk saqlaq qilib, Chongqing xalqining hayotiga va shahar qurilishining o'ngishli ilgari surilishiga kafolat qilishimiz kerak. Nimish bo'ldi? Yo'lni to'smanglar. Biz Yibin harbiy komiteti. Hozir biz vazifa ijro qilyapmiz. Sizlar yo'lni bo'shtinglar. Biz Yibin'deki harbiy komiteti. Hozir vazifa o'tavyapmiz. Yo'lni bo'shtinglar. Armiya yo'ldosh, bizning kemimiz o'rilib ketdi, uni suzyapmiz. Bizga yordam qilsanglar bo'pti ekan. Bo'lmaydi yo'ldosh, biz vazifa o'tavyapmiz. Unda qilma, odamning hayoti muhim. Kompartiyaning qismlari omma uchun mulozimat qilyapti-ku. Nimish ko'rib turib yordam qilmaysizlar? Undaqda men yuqoriga iltimos qilib baqay. Rahmat, ha? Nimish bo'ldi? Bir beliqchining kemasi daryoga cho'kib ketibdi. Bu beliqchilar bizni yordam so'rayapti. Ahvol chatoq. Ahvol chatoq. Ish chiqdi. Men qarab boqayli. Hay, sirti lavli bilan yallab etmangan askarlar bor. Bizning vazifamiz xo'jayinga ko'z quloq bo'lish. Men xo'jayinning yana kirib baqayli. Ha? Nim qilmoqchi? Medalima, yuvashroq bo'l. O'ltir. Tez turlar, tez bulunlar. Geminin kendi güdeyle, tez! Tez, geminin kendi güdeyle! Yo'qolib ketdi u. Ustiga chiqib qarab beqing. Hop! Patlagan ovoz. Men chiqib qarab baqayli. Bakın. Böyle neyle? Sen ahırı geldin. Hocayı. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda.
Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Başla. ishni aç. Hop. Kimsen? Ha, ben... Toxta! Toxta! Yani qasa oq chiqirma! Qo'limni tashla! Ha? Bu sen? Shundoq. Men. Yebing. Men bo'ron chapqon. Biz hujumga uchirdik. Bizning janchimiz o'z ko'zi bilan ikki qarovni o'ltirayotganligini ko'ribdi. Isbot oldingda tursimi? Yana ustingga olmaysan-ku. Va mudir. Bir tarafi aniq bo'lib ketsin. U bo'lsa-mu, jangchilar o'z ko'zi bilan mening odam o'ltirganligimni ko'rmadi. Ular 3-qavatga chiqqanda heliqi askar jankashlikka uchrab bo'lgan. Men bayatdan aytdim. Odamni men o'ldirmadim. Qotil boshqa birisi. Sen öldürmedin ha? Nimanchi xijil bo'lmaydigan sen. Bizning janchilarimiz naq maydonda faqat senini ko'ribdi. Yana kelib qotillik qilib bo'lgandan keyin qochmoqchi bo'lsan. Bu tarafini inkor qilmaydigan sen. Men inkor qilmadim. Siz to'g'ri dedingiz. O vaqtda men haqiqiy qotilni qo'g'layotgan edim. Biroq janchilar tarafidan to'sib qilindim. Sen rostilla gap ko'rsatgansan.
Texi mas'uliyatning hammini bizning jangchimizning ustiga ishtirib qo'yapsan. Sen haqiqatni qo'g'layotgan edim deysan. Biroq naq maydondagi jangchilar boshqa birini hargiz ko'rmabdi. Faqat seni ko'ribdi. Po'latdek paketlar tog'day tursa, yana jinoyatga topshirmamsan. Yana bir qadam deb qo'yay. Heliqi ishki qarovulni men o'ltirmadim. Agar ishonmasangiz, tapanchamni tekshirib baksang bo'ladi. O'qdan da o'qliq. O'qdan ter harakat qilgani yo'q. Ondaq bo'lsa nima bo'pti? Bu nimani tushuntirib beradi? Sen odamni o'ldirib bo'lib, o'qdanga o'q qachlab qo'yishga vaqtdan kang tashay yetidi. Sendan yana bir qitim so'ray. Moliya ishxonasidagi 2-nomerlik virus zaten ne ketdi? Bu tarpini men sizdan so'ray degan. Xato anlamagandim men. Mendan so'ram sen. Shundaq. Sizdan so'rayman. Birisi men kelishdan ilgari viruslarni yo'tkab ep ketibdi. Yana kelib, bu ish harbiy komitet binosida yuz berdi. Sizdan so'rmasam, kimni so'rayman? İçideki ishxona ochqichi sening qo'lingda. Yana kelib faqat birla ochqish bor. Boshqalar qandoqmi kiralisin? Agar birisi virusni o'g'irlab ketdi desa, u bo'lsa dalsan. Harbiy komitetdagi barliq bexatarlik xizmatiga siz mas'ul. Barliq eshiklarning ochqichini siz kontrol qilasiz. Men bu ichki ishxonaning ochqichining faqat bir ekanligiga qandoqmi ishinay? Balkim siz o'g'irliqcha yana bir ochqichni tiqib qo'ygansiz. Sen paskashlikdan qarchaplama. Qandaq? Uvalchilikqa uchirsa qandaq bo'ladi ekan? Amaliyotda ko'z odam badanidagi eng ishonchsiz a'zo. U bizni aldaydi. Shu sababdan ko'rganligi narsalarga taltikus ishonmayman. Ha? Ondaqda men nimaga ishonman? Sana ishonamdim. Har qandaq ishda, ham har qandaq deloda avval atrofliq tahlil qilib, tekshirgandan keyin ondan haqiqiy javobga erishgili bo'ladi. Siz bexatarlik xizmatini qilasiz. Bu tarafini o'gitishimning hojati yo'q-ku deyman. Albatta, sendek buzg'unchining o'gitishga muhtoj emas. Sen ig'iz ichib tekshir desang, yepib tekshir desang, meningcha hojati yo'q-ku deyman. Bularning hammasi sening suiqasding. Sen javobgarlikdan qutulish uchun moliya ishxonasiga kirib, 2-nomerlik viruslarni o'g'irlab bo'lib, qorovullarning haqiqiy ahvolini deb qo'yishni ansirab, ularni rahimsizlarcha o'ldirding. Tangrining jazosi nihoyat adil. Sen qochishga ulgurmay, chorlayotgan jangchilar tarafidan bayqilib qolsan. Viruslarni men o'g'irlab ketgan bo'lsam, meni sizlar tutib oldinglar-ku. Undaqda viruslar mening yanimda bo'lish kerak-ku. Sening cho'qim boshqa bir sheriking bor. U avval viruslarni yutkab ketdi. Ayta. Sheriking kim? Siz ahmoqona ishlarga avor bo'lmay, amaliy ish qiling. Nima deyapsan? Deyotgan gaplaringizdan bosh oyog'i yo'q. Oldi-keyni qalmashmagan, hatto o'zingizning nima deyotganligini tushunmaysiz. Meningcha, kuchingizni behuda zoya qilmang. Men aram eda bo'lay. Sen? Qandaq? Yo'lsizning tili tutuq degandek. Deydigan gaping qolmadimi? Sendan so'rab baqay. Bugun sen asli harbiy idora qilish komitetiga yo'ldoshlar bilan ana shunjayni o'tkazib olmoqchi bo'lganding-ku. Nemish bu yerda paydo bo'lib qolasan? Ayta! Qalaymaqon vaqirab jaqirmang. Bechora o'pkingizga ichingiz og'risin. Seni it o'timan. Bang mudir. Nima? Komandar, bak. Mening bejaradigan muhim ishim chiqib qoldi. Onunga yaxshi qaranglar. Xo'p, mayli. Men sizlarga qandoq javob qaytarishni bilmadim. Bo'ldi. Tuzit qilma.
Faqat sen chin dilingdan bizni do'st tutsanglar bo'ldi. Jungoliklarda do'stingga yordam qilay desang, ikki tayanching bo'lish kerak degan gap bor. Buni esingda chin tut. Siz Joyachin xonim bo'lamsiz. Shunda, men shu. Sizlarning bu yerda yaponiylik Jongsun Yilang degan odam bormi? Bundaq ish. Yo'ldosh Yan Shuang qaytib keldi. U meni ishchilarni harbiy komissiyaga boshlab berishni buyurgan edi. Sizlar bilan maslahatlashadigan muhim ish bor ekan. Mundaqdan. Biroq Jongsunning salomatligi endi asliga keldi. Uning yo'l mang'alaydiganligini bilmayman. Uningdan so'rab baqay. Hech qisi yo'q. U mang'amisa, biz yo'lab chiqsak bo'ladi. Ma'qul. Kimkan? Yan Shuang bizni komitetga berishga taklif qildi. Sen mang'alamsan. Bo'ladi. Mang'aman. Rahmat. Ko'p rahmat. Mashina teshida saqlab turdi. Men narsamni eplamag'ay. Siz chiqib turing. Yo'q, sizni saqlab turay. Men ichib beray. Nima bo'ldi? Hech nima. Mening bir do'stimga o'xshaydi ekansiz. Shundaqmi? Yan Shuang qachon qaytib keldi? Bayatdan qaytib keldi. Hech qancha uzun bo'lmadi. Sizlar komitetdanmi? Shundaq. Ajab sizni ko'rib boqmabdi ekanman. Men amdili yetkilib kelgan. Endi yetkilib kelgan bo'lsangiz bu tanishingiz kerakdi. Men xabarlashib ishlayman. To'g'ri. Ko'rganman. Narsangizni ep bo'ldingizmi? Mashina teshida saqlab qoldi. Ma'qul, mang'ayli. Mashinaga chiqing. To'xtab turing, oyog'imdan bo'qchini etib olay. Mayli. Xapolmay boshqa yerda o'tiring. Hay, yo'ldosh. Bu komitetga mang'adigan yo'l emas-ku. Yaqin yo'l bilan mengyapmiz. Hozirla yetib boramiz. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Keldik. Tez mashina tushinglar. Bu komitetmi? Yo'q. Bu degan Xonchoy yo'li. Sizlar uy kelinglar. Sizlar bizning komitetning yotig'ida turayotganligimizni qanday bildinglar? Yana bizning yotig'imizni-chi? Bo'ldi qil. Bunda ko'p savol so'rama. Sen faqat hozir o'zingning o'ladiganligini bilsanglar bo'ldi. Mana mushi yetarlik. Mashina tushiringlar. To'xtanglar. Yana deydigan nima gaping bor? Kichkina sovg'am bor. Sana sovg'a qilay. Qanday sovg'at?
Bu nima narsa? Bu simaplik portlagish. Ha? Faqat sening qo'ling midirlab, tamponliqni yo'qitib, o'ttirdagi simap bir tarafga serilib tushib ketsa, mashinaning tormoz ostidagi bomba xuddi hozirgi o'xshab portlaydi. Bir qush qanimda keching. Sen mening nima qildiganligimni bilmasliging mumkin. Men degan bomba mutaxassisi. Sening o'ng qo'lingdagi chekkan iz sening salohiyatingni oshkorlab qo'ydi. Men ozodlik armiyani ancha tushunmasammi, biroq bir tarafini aniq bilaman. Ozodlik armiya jangchisining badanida bundaq chekkan izlar bo'lmasligi kerak. O vaqtda men sizlarni cho'qim boshqa muddasi bor deb o'ylab, sen mush kichkina sovg'atni tayyorlab qo'ygan edim. Birdani kichkina portlatqich dora boy sen olgan simoplik portlatqich asbob tarafidan kontrol qilindi. Uni yaqinda tadqiq qilib yasab chiqqandim. Tek sinashga ulguramagan. Qanday qiziqarliqmikan? Qizqarliqga. Boyi men mashinaga chiqishdan ilgari qasdan bo'g'ichimni atgan bo'lib engishdim. Amaliyotda men portlatqich dorini mashinaning orqa qismiga o'rnatib qo'ygan edim. Shuning bilan portlatqich asbobni mashinaga elib chiqdi. Men qandaqsiga mashina osti portlaydigan debdi men. Aslida hiliq narsa kontrol qilib ketdi-kanda. To'g'ri topding. Tura. Arqonni qil. Ayta. Sizlar xo'jayinning qo'lasizgilar shundaqmi? Nima xo'jayin? Buni bilmaydi ekanman. O'lim tomshig'inga kelib qolsa rost gap qilmaysan-ku. Men undaq bag'irtash odam bo'lmasam-mu, biroq meni o'ltirmoqchi bo'lgan odamga nisbatan hargizmi yesashlik qilib ketmayman. Shuni sen eng yaxshisi rost gap qil. Yo'q, o'chqama. Men hammani dey. Biz Xo'yashandagi qo'shorning odamlari bizni vazifa ijro qilishni avatgan. Yolg'on so'zlama. Qo'ngshar o'ldi. Qandaqsiga sizlarni vazifa o'tashga avatdi. Cho'chondagi bosh shtabda telegraf topshirib olgan. Bizni yibingda vazifa o'tashga buyurgan edi. Cho'chondagi bosh shtab. Sen xo'jayinni demoqchimi? Meningcha bu shu. Xo'jayin asirga tushgan tursa, qandaqsiga sizlarga telegram avatdi. Qaraganda rost gap qilishni xohlamaydigan o'xshaysan. Bir qush qanimda keching deganlarimning hammasi rost. Agar yolg'on so'zlagan bo'lsam, meni chaqmoq ursin. Sen bizning komitetning yotog'ida turayotganligimizni, yana men turayotgan yotoq nomerini qandaq bilding? Bu qatim harakatga nurg'un odamlar qatnashdi. Cho'chondan, Dayangdan, Dajudan kelganlarmi bor. Bizning Xo'yanshandagi kichik guruhning vazifasi Jonsi yilonni o'ldirib, joyachini turk tutib kelish. Tafsil ahvolni bu qatim harakatga mas'ul xodim bizga aytib bergan. Mas'ul xodiminglar kim? Faqat uning maxfiy nomeridan qorbo'ri ekanligini bilaman. Qorbo'ri? To'g'ri dedingiz. Qinim. So'rgan savollaringizning hammasiga javob berdim. Endi bir qush qinimda keching. Sen bundan keyin yana bandit bo'lmoqchimi? Kenimda kelsingizlar. Endi hargiz bandit bo'lmayman. Meni chaqmoq ursin. Bo'ldi. Ket. Rahmat qinim. Rahmat. Onun deyishicha, ularning bu qitimliq harakati g'oyat zo'r kelamlik suiqasd ekan. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Yeshayingni izlab tepishimiz kerak. Mashina portlab, buzilib ketdi. Biz endi men qaytilgan bo'ldik. O'milab bo'lsa-mu, cho'qim qaytib ketishimiz kerak. Mangayli.